Assalomu alaykum, Megastro hurmatli YouTube kanal kuzatuvchilari. Kanalimizga podpiska bosib qo'ysangiz bo'ladi. Xudo xolasa do'konimizda sotuvda turgan narsalar bahosini asta-sekin sizlar tanishtirib boramiz. Hozir esa lyustradan boshlaymiz. Islombay o'zi tanishtirib o'tadi. Assalomu alaykum hammaga. Avvalambor xudo xolasa men lyustralarimizni narx-navosi bilan tanishtirib o'tamiz sizlarni. Bu lyustramiz, xudo xolasa birinchidan ko'rsatib o'tamiz. Titanik bo'ladi. 6 lampochkadan 4 qator lampochka ketadi bunga. 6 dona. Uzunasi 1.20, enini 50 cm bo'ladi. Narxina keladigan bo'lsa 1.650.000 so'm. Bu tepadagi 1.20 lik bo'ladi. Buning narxi esa 1.350.000 so'm turadi. Tepadagi esa trubka variant 1.200.000 so'm. Xuddi shunday. O'ng tarafdagi neovisniy stildagi oddiy yaxshi ko'radiganlar uchun 1.500.000 so'mdan turibdi. Bu esa 1.720.000 so'm. Aylana dumaloq bo'ladi. 80 cm bo'ladi diametri. Xuddi shunday. 2 million bu esa mayda gulli 2.275.000 so'm turibdi bu. Ham diodli ham lampochkalar bo'ladi. Ular bahasi kelishib qaytib beriladigan yerlari bor. Albatta. Sizni Ahmad aka misol uchun Megastro podpischiklarim desa qaytib kelishadi. Bu esa diodli bo'ladi. Bu ichida patron bo'lmaydi. Tepada yonib turibdi. 3 xil положенияda yonadi. Ular narxi esa 780.000 so'm, kichkinasi 650.000 so'm. Bu lampochka qo'yib berish kerak emas ekan. Qo'yib berish kerak, prям bunday qo'yib beradi. Bu yana потолочный bo'ladi. Domlarga zo'r ketadi. Xo'p, еще. Bu lyustramiz Novat lyustra endi o'zimizning tilda aytganda, Shahanovat ekanda o'zi. Shahanovat maydonovat. Uzunasi 1.20 bo'ladi. 2 metr pastga tushadi, proslo bo'ladi, mahkam. Narxi keladigan bo'lsa 1.600.000 so'm. Xo'p, kichkinalar 40 lik variantlari esa 400 lik bo'ladi bular. 400.000 so'mdan turibdi. Kumush ham gold sveti bor ekan. Usi 1.250.000 so'm ekan. 80 cm bo'ladi. Aha. Buni qatorda ketik birinchi. Aha. Bu trubkaning 50 lik varianti 350.000 so'm turibdi. Bular 4 burchak ekan, trubkaning. 300.000 so'mdan oladi 4 burchaklar. Bergisine keladigan bo'lsa 550.000 so'm bo'ladi. Pulli, ham потолочный. Aha, bu. Tak, buning bahosiga keladigan bo'lsa 1.300.000 so'm turibdi bular. Shu bular esa 350.000 so'mga azaytib ketdi. Oldi, bu 50 lik edi bular. 50 lik ranglarida farq bor. Ranglari bor. Bu qora. Plastik lyustralarimiz. Buning bahosi 1.800.000 so'mdan turibdi bizda. Bu kapalak, bular 80 cm bo'ladi. Buning bahosi 780.000 so'm. Trubkaning bo'lsa bor ekan. Trubkaning 75 ligi bilan Ahmad aka 70 ligi bor. Ko'p odamlar buni 70 ligini 740.000 so'mga olib turibdi hozir vaqtda. Biz buni 650.000 so'mdan qilib beramiz 75 ligini. 75 ligini? 75 ligini. Bahoni sindirib yapmiz voy. Bu endi bu klassikaning kattasi bo'ladi. 16 lampochka ketadi bunga. Buning bahosi 3.150.000 so'm bo'ladi. Gold svet ham shundaymi? Gold svet ham shunday. Bronz svet. Trubkaning 40 ligi bu, ha? Shundaymi? 40 ligi, ha. 270.000 so'm ekan. 270.000 so'm hozirgi kunda podpischilar uchun buni 150.000 so'm qilib qo'yibmiz. Ayni kerak bo'lsa. Buni? Bu ham 40 lik bo'ladi. Bu endi qancha qoptondan nelari ko'paygan bo'lsa, pullari shunchaki ko'tarilib boradi. Tashlarimi? Tashlari ko'paysa. Buning bahosi 400.000 so'm. 500.000 so'm sotilib turibdi bu. Ha, boshqa yerlarda. Bu endi buni qanday desam, katta toshli bo'ladi bu. Yerda Ahmad aka bu 15 kilo bor bu. Buning bahosina keladigan bo'lsa 1.750. Ha, 1.750. Aha. Bu anavdan bronza svetimi bularning? Bronz svet. Xo'p. Bu yoqda mana ofis uchun, kafe, restoranlar uchun ham bor ekan. Ha, 4 li bo'ladi, потолочный bo'ladi. Bular 410.000 so'mdan. Aha. Bunday qaytaklari bor. Barcha bir lyustrani buni bonusini qo'shib beramiz. Ha, bonusini qo'shib beramiz. Bonusini qo'shib beramiz. Xo'p. Og'i ham qarasa bor ekan. Buni ham bir neovisniy, bu, ha? Ha, bu yerdan ko'rsatib beraman. Bu quruq oq bo'lganmi? Agar buni katta lampochka qo'yadi buni. Ichine RGB, masalan, boshqacha ranglangan lampochka qo'ysang ham chiroyli bo'lib turadi ekan bu. Bir yerda ko'rganda edim buni. Dekorativniy lampochkalar bor. Bunday chiroyli bo'lib turadi. Modadiy narsalarga qiziqadiganlar uchun. Spaniyalar yaxshi ketadi bu. Bu lyustramiz hali terilmagan.
Bu yoqda bular necha so'mdan Islomboy? Tak. Bularimiz ise 225 ming deb qo'yibdi, biroq 150 ming so'mdan beramiz bularni. ha, Eski dizayn. O 400 ming. 400 350 ming so'm. 350 ming. Ha. Endi Bularimiz high-tech klason bular. Tushadi, yani uzun ters qo'ysa bular. ha, halaga 670 ming so'm. 3 xil palajin yashaydi, diodli bular. Xo'p. Bular kolonkalar. Kolonkalar. Og'ir hamda qarasi bor ekan bu. Bular 250 ming so'm ahmata, o'zi arzongina turibdi bular. Ham kolonkalar. Bluetooth'da qo'shiq eshitib ketaveradi. Pultida bor. Pultida bor, Bluetooth. Bular ham xuddi shundaymi? Shuning kattasi endi 4 ga 4 varianti buning 510 ming so'm bor. 510 ming. Yuqorida qarasi ham har xildan bor ekan, bilasiz. Bunalarda Bular esa ahmata 550 ming so'mdan sotib turibmiz, 500 dan beramiz bularni. 3 uchta lampochka ketadi ekan. Uchta lampochka. Kumush rangi hamda qarasi bor ekan. Xo'p, bularni ham aytib o'tib ketaverik. Bundan boshqacha bu. Bu nikel svet bo'ladi. Bularning bahosi 550 ming so'm, 50 lik variant deb aytiladi. Bu kattasi, bular. Kattasi bular skidkada turibdi, 1 metrlik bo'ladi ahmata. Aha. 1,5 million so'm turibdi hozirda bizda. Gold svet ekan. Gold svet katta. Bu ne? Bu uzunasi ahmata 3 metr bo'ladi. Bu ekitajlarga yaxshi ketadi bular. Narxini keladigan bo'lsa, narxi 2 million so'm. Bunimiz 4 burchak piramida dedi. Piramida. Bu lyustramiz piramida bo'ladi. Buning narxi 2,5 million so'm turibdi. Qaytadan kelish. Bular ham 550 ming so'mlik variant. Bularni aytib o'tdik baholarni. Bu hozir aytilib turgan baholarning barisi, hurmatli kuzatuvchilarimiz, kelishib qaytib beriladigan baholar u. Aniq shunday baholar qatib qolgan yeri yo'q. Kelib savdolashib olaverasizlar. Bular 50 lik variant bo'ladi. Shahana. Bu narxina kelgan bo'lsa 700 ming so'm baho. Buni yog'i, bundan 4 burchak variant ekan, qaytibdim. Ispaniyalar ekan 630 ming so'm. Ispaniyalar uchun 350 ming so'mdan turibdi, 300 ming so'mdan turibdi. O'zi Ispaniyaga bilishim bo'yicha yarqisi pastroq lyustralar qo'yavergan ma'qul. Lekin bu ham yaxshi, 3 yaxshi yanada. Havo 2,5. Ko'zi charchatmaydi deymanda. Buni 550 ming so'm gold sveti. Bular esa kattasi 80 sm 70 lira bor. 1 million 110 ming so'm. Xo'p, shunday ekan. Buna turibqining ullusincha so'm. Turibqining ullusi bularimiz 740 ming sotilib turgan, hozirgi kunda 680 ming so'mdan sotib beramiz buni. Yana qaytalardan yeri bor. Buni yog'i nening klassik kichkinalari ekan, necha so'mdan dedi? Tak 370 mingdan boshlanib 1 million 500 ming so'mga deyim bor. 1, 2, 3, 4, 5 xilma, 6 xil rangi bor ekan xullas buni. Ko'nglimizga yoqqandan olsangiz bo'ladi. Buni esa modelicha degan modellar chiqarib, bular necha so'm edi? 550 ming so'mdan. Tanlagani. Mana lyustrancha so'm, bu boshqacha bu. Bu kichkinasi 340 ming so'm bu. 340 ming so'm. Qaysisiga keldik? Bularning bahosini aytdik. Turibqini 4 burchakdan qarasi bu oqdina. Buni ham bahosini aytdik. Bu 850 ming so'm ekan. Bunimiz 780 ming. 780 ming. Bu ne? 650 ming so'm bor. Kapalak kichkinasi. Buni boshqacha narsa bu. Xatovoshli bular 250 ming so'mdan turibdi. 250 ming? 250. Domlar uchun ketadi ekan. Bu lampochka qo'yamizmi o'zi yana mana? Lampochka qo'yaman desam bo'ladi, o'zi ham diod ham bor. Diodida bor, o'zida. Pultli. Bularni 720 ming so'mdan 60 santimetrlik. Buning kumush rangi gold sveti bor ekan. Mana lyustra, mana naklenka dedingmi, nima deding? Naklenka qarab turgan gold svet. Xalasan qora etib qo'yasan, xalasan naklenkasini qo'parib tashlab gold svet etsan bo'lar ekanda, to'g'rimi? Zayishda endi. No, yoqmay qoladigan bo'lsa, sirazi naklenkani qo'parib tashlaysizlardan gold svet etaverasizlar. Bularimiz 1 million 350 ming so'mdan turibdi, 80 lik variant. Kichkinasi o'xshaydi-da. 700 ming so'm kichkinasi. 700 ming. Buyog'ini o'tamiz. Bu ne? Hazır. Tak, bularimiz 80. Onundan boshqa rangi endi bular shu yensiz bir oddiylikda yaxshi ko'radiganlar uchun 1 million
Kattasi Kattasi 1 million 270 ming so'm, 80 Kichkinasi? santimetr. Kichkinasiga keladigan bo'lsak, hozir aytaman narxini 680 ming so'm bular. Еще davom etamiz Islomboy. Boyagi 500 necha ming so'mliklarmidi bular? Xalaganini olaveradi tanlab. Esa tushuntirib hammasini. Bular 750 mingdan ekan, tashlaridan boshqacha ekan bular. Ne ham işte eng qimmat toshlardan ishlangan bu. Dumbagati ko'rinishi. Bu Bo'lmasam shu 750 ming so'm. Ko'rsatib o'tgandan nikel svet. mana ullisi o'xshaydi shuni, ha? Shu o'xshab ketadi. Boshqa dizayn bo'ladi. Boshqacha dizayn ekan bu. Bu yana sal keltarag'am etib ishlangan domlar uchun ham yaxshi ketadi o'xshaydi, ba? Domlar uchun aslida. Bahasi 1 million 200 ming so'm. Kattasini kelsa 1,5 million so'm. yuqoridagilarni 1 million 400 ming so'm bo'ladi. 80 santimetr. kelishtirib savdolashib olaverasizlar, hurmatli do'stlar. Bu Qadrli ham kelsa aytganimiz mana tushuntiramiz. ko'rsangizlar bo'ladi. Mana yer gold, yuqori esa qora. Uni Ko'p kattalari ham bor. qarashsangizlar, seli gold svet bo'lib turaveradi mana. Mana shunday bo'lib. Kattalarda bor, ha buni. Kattalari. Trubkalarning bahosini aytdik. Bularimiz 1 million 420 ming so'm, hurmatli do'stlar. 80likmi bor buni? 80lik o. 1 million 100 ming so'mlik bor, bu 70likmi? 60lik bo'ladi. 60lar, buni Bu 50ligi. 800 ming so'm. 800 ming so'm. Xo'p, yana baholarda aytamiz. 1 million 270 ming so'm ekan, bunchalik bu. Tak, bular уже 1 metrlik bo'ladi. Ullu-ulluda bu, ha. Manadan boshqacha narsa bu. Nimalar kombinatsiya bo'lib ketgan bu. Bu detal ham temir, ham tosh, ham plastmassa bor. Yangandan boshqacha yansa kerak bu. Cho'tka bo'lib turadi. Buni bahosini Buning bahasi 1 million 200 ming so'm. 1 million 200 ming so'm. Kattasini? Kattasi 1,5 million so'm. Mana, hurmatli do'stlar, bunimiz ham boshqa narsa bu. Bu xrustal endi bu уже. 1 million 285 ming. Bu короче konkretniy xrustalda bu, unda ham o'nchiq tosh emas. Kichkinasi ham bor ekan, 1 million so'm. Bu toshlarida bir svet lampochkasini yoqsanglar ko'rasizlar bu qanday jilolanishini. Bunimiz boshqacha bu. 350 ming so'm farqlar. Trubkaning toza chiqqan varianti. Bu ne? 6 gram variantlar bor. Uzunlar ham bor ekan, kattasini bahosi 1 million 780 ming so'm. 960 ming so'm ekan kichkinalari, 750lik variantlar. 750lik. Mana bu shuni boshqachasimi bu? Endi bu 6 gramning cheti уже cheti yanadi. Oq yerlari yanadi o'zi. Yanadi. So'ng еще lampochka qo'ysa bo'lar ekan. 10 danami, 8 danami? 10 dona ketadi. 10 dona. Buni Bular xuddi shunday, bular 700 ming so'mdan. buni ham boshqa narsa bo'ladi. Bular 650 ming so'mdan. Ha, buni ne tumalab? Endi bu spalniyalarga lampochkalari bilan turibdi endi bular. Buning narxini $100 qilib beramiz. 1 million 200 ming so'm turibdi bizda. Ya'ni 1 million 200 ming so'm so'mgacha. Spalniyalar. Xo'p, еще davom etamiz. Bular ne Islomboy? Tak. Bular bahasini aytdik-ku. Ha, aytdik, ha. Bular ne? Lotka bo'ladi 1 million 450 ming so'm. Anadagi u boshida ko'rsatgandek kichkinaraqlari o'xshaydi. Endi bu dizayn o'zgargan sayin plan o'zgarib qolaveradi. Toshlar 1 million 280 ming so'm. 80 santimetr. 1 million 450 ming so'm ekan bular birisi. Yuqoridagisi ne, eng yuqoridagisi? 2 million so'm bo'ladi. Boshqacha gullar ham bormi? O'rtaqlar bu xrustal ekan bu o'rtaqlar. Bu ne? Bu gold. Bu nima işte arg'i sarilar bilan чистый gold deb turadi. Indiyskiy oltin ekan bu. Indiyskiy oltin. Indiyaning oltinlari shunday qip-qizil bo'ladi. 1 million 200 ming so'mdan turibdi. Hurmatli o'rtoqlar, nishkindan kerak deydi u. Kelaverasizlar assalom. Bular ne? 1 million 250 ming so'mdan ekan. 380 1 million 380, 980 ming so'mdan ham bor. Ko'rsangizlar bo'ladi. Xullas, joningizga qanday lyustra kerak bo'ladigan bo'lsa, hammasini Megastroydan topsangizlar bo'ladi. Trubkaning ulug'larini bahosini aytdikmi? Aytdik. Qaysi qilib ketdi? Aytilmagan. Buni ham ishlar bor. Buni ham bodam gul dedingmi? 1,5 million so'm, 1 million 800 ming so'm. Bodam gul ulusida bu, ha? Tepada kattalar ham bor. Buni ne? Ular esa 1 million 600 ming so'm, 1 metr bo'ladi. Trosli variant tushib turadi. Bu ne? Quru tosh ekan buni. Quru toshning o'zi bor. 750 ming so'm ekan buni kichkinasi. 60 tagi уже
80larga esa 1 million so'm. Buni yonib turgan variantida bor. Diodlar bor. Voy, Fokonov Einstein ekan bu qarab. Zo'r. Qalasangizlar buni lamchikali variantlarida bor ekan. Buni bir boshqacha, shunday ekan shu. Buni yana 2 metr dedimmi, 3 metr dedimmi? 2 metrlik. Shuni boshqa ranglar, ha? Короче, buni gold sveti и qarasi bor ekan, shundaymi? Bunalar ne? Tepadagilar 1 metrlik qoladi. 1750 ming so'm turibdi. Demak, 1770 ming so'm ekan, buni boshqacha ekan bu. Dim chiroyli ekan bu. Hurmatli do'stlar, bugun 9-mart. 9-martda aytilgan senalar bular. Baholar o'zgarishi, ya'ni ko'tarilishi tushishi mumkin. Shu sababli bemalol kelsangizlar bo'ladi. Xudo xolasa sizlarni quvontirib yuboramiz, savdolashib bemalol olaverasizlar. Undan tashqari yana nonlarning bahosini bilishni istaysizlar. Kommentariyada yozib ketsangizlar, Islomboy bilan birga xudo xolasa imkoniyat darajasida baholarni aytib o'tamiz, ha? Qo'ldan kelgancha qaytib kelishtirib, ustanovkasini aytib beramiz. Bizga obuna bo'ling, yanada qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lasiz.